Hammaga assalomu alaykum. Skoda Octavia olib qo'yganmiz. Juda qattiq orqa qismiga udar bo'lgan. Yuk tortadigan parkovishlarni qarang, qanaqa skladga tushib ketgan. Paneli lekin konkretni udar ushab qolgan. Buni orqasidan kitayskiy mashina urgan. Oldi yo'q bo'lib ketgan bo'ldi. Orqasi juda ham baquvvat bo'ladi mashinani. Ting bo'lgan mana yuk tortadigan parkovishni turibdi. Bagajimiz almashadi. Orqa panelimiz almashadi. Orqa kirdon taglari bilan egilib ketgan. Buni ish jarayonini qo'yib boramiz. Xudo xolisa staplga chiqarib oldik. Buni o'rnatib oldik. Endi mana ikkita pahlavon bilan tortib yengillashtiramiz polni. Напряжение turibdi hozir. Uylangan skladga tushgan. Egilgan. Kirlo hozir egilgan holatda turibdi. Chunki orqasiga qattiq udar bo'lganini hisobiga ikkita kirlon tortib olgan. Ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Bundan oldingi olgan Kia mashinamiz ham kraska jarayonida hozir qo'yib boraman. Videoni yonboshlatib olishimiz sababli YouTube kanalimizga ham joylaymiz, o'shaning uchun yonboshlatib olyapmiz. O'zini ko'rib baho bering, ollanjironim egilgan qarang. To'g'ri turgan bo'lsa, bu tomonga egilib ketgan. Основной baqudar bo'libdi. Qo'yib boramiz, kuzatib boringlar. Ish jarayoni boshlandi. Do posle qilib qo'yib boramiz. Bu tomonni ham yondan olamiz. Qancha kirib ketgani ko'rindi. Shunaqa gaplar, do'stlar, kuzatib boringlar. Hozir Kia'ni ham 1 minutda ko'rsatib o'raman. Kia'miz ham 1 minut. Vaqtimiz bor. Svet yoqamiz. Kraska bo'lyapti. Kraskasi tushmay qoldi, o'shaning uchun yonbosh olamiz. Boshidan podbor qilamiz, xudo xolasa. Kraska bu korishniy bo'lganligi uchun любой svetda o'zgarish qiyinchiligi bor. O'shaning uchun stikka sepmoqchimiz. Mashina krashniy emas, hech qanaqa absolyutniy hech qanaqa kraska tegmagan. O'shaning uchun yangi mashina bo'lganligi uchun ham как положено nima qilmoqchimiz, podbor qilmoqchimiz. Hech qanaqa переход yondagi elementlarga o'tib bormoqchi emasmiz. Kuzatib boringlar, xudo xolasa qo'yib boramiz. Keyin orqa krylosini ko'rsatib boraman. Bu mashinaga o'zi отдельный video chiqadi. Buni YouTube'ga ham joylaymiz, Instagram hamma platformamizga joylaymiz, sotsial sitlarga. Hozir shunaqa holatda mashina. Kuzatib boringlar. Hozir ozgina yukladim, ozgina hansirashib qoldi. Kuzatib boringlar do'stlar, qo'yib boramiz. Bu как подложкаga ketdi. Bu eshigimizni almashtirganmiz. Oq eshigida bu qora kirlo qo'yganmiz. Ko'rib turganingizda bu bushni edi. Sirliq qilib olganmiz. Oldingi videolarda qo'yib borganman. Parogda ham ezilganlar bor. Paroglarni ham mana chotga qilib qo'ydik. Balon ichlari bilan qo'yganmiz. Balon ichlari bilan juda chiroyli chiqdi. Bu tomonni ichi bilan qo'yib borganmiz. Mana. Kuzatib boringlar do'stlar. Xudo xolasa ruchkalarga, bak kirishkalargacha u tomonda oldi-orqa bamferi turibdi. Oldi bamferi ham udar hisobda oldidagi mashinaga borib tekkan, sal singan. Mashina o'rtada qolib ketgan. Kuzatib boringlar do'stlar. Ozgina kamerada neudobniy bo'lyapti, o'shaning uchun e'tibor bermaysizlar. Like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar.